Assalomu alaykum, hurmatli Telkech kanalining ko'ruvchilari, qutmanduu kuningiz bilan. Bugun 2-oktyabr 2021-yil, hafta kungi shanba. Biz Batken shahridagi Seltrane mol bozoriga kelib qoldik. Sizlarga qo'y echki bolalarni kengayroq tanishtiramiz. Ko'rishga olin dedi canım. Assalomu alaykum, aka, qanday yaxshisiz? Qo'ylar qanchadan bo'ladi? Kimisi? Chekadan boshlayapsizmi? Chekangiz qancha? 8.000 ga berdik. 8.000 ga beribdingiz, ha? Urg'ach erkak bu bor. Urg'ach ekan, ha? Bu qanchaga so'radi? 10.5 ga so'radi. Beribdingiz 10.5 ga. O'sha cho'ngni 10.5 ga beryapti. Ko'rdingizlarmi? Sizlarga aylantirib, barini ko'rsatdik. Aka, bu qancha odam bo'lib qoldi bu ko'y? Bozor yaxshining qo'yadi. Bozor yaxshi bo'lib o'tadi, ha? Mal qimmat bor, jamol tavur. E'tibori qimmat. Har qanday ekan, ha? Sizniki qanchaga turadi? Yaxshi so'ragan jo'q. Yaxshi so'ragan jo'q, ha? Biz qo'zlardandagi sizlarga ko'rsatdik. Tezlikka ega. Tezlikka ega. Bolalar qanchadan ekan uloqlar kichkinalar? 3.000. Bozor qancha qildi aka? 2.200. Berkisi taka o'xshaydi, ha? 2.200 qilgan ekan. Kichik uloqlarda. Nosi 9.000 kemi var ekan, ha, qo'ydin, ha? Bozor qancha qilib ketdi shuni? 8.300 qildi. Jo'ni. Har birini, ha? Onani 8.300 dan so'radim. Beribdingiz. 9.000 so'rasa berasiz. 8.5 bo'lish. Bo'lishi 8.5 so'mdan ekan, ko'rdingizlarmi? Ular qancha yashar? Mayda qo'zlar. Mayda qo'zlar ekan, ha? Ko'rdingizlarmi? 8.5 qilsa beraman deydi. Aka, bu qo'yimiz qancha bo'lib qoldi aka? 5.5 ming o'tasiz, ha? Bozor qancha qilib ketdi? Bozor yaxshi so'raydi. Yaxshi so'rayli ekan. Mal qimmatmi? Mal yaxshimi? Mal yaxshi deydi. Nav bolalarni bilmadingiz, sotildimi? Ularni eko'ni 9.000 ga bog'ladi, qanchaga sotdi bilmayman. Bu eko sotilibdir. O'zingizni olib qo'ying. Qo'shqor aka bu? Qo'shqor, cho'tan qo'shqor. Bas qanchadan bo'ladi ularda? 20 ming qildi o'xshaydi. Bir oyda-ku hozir qarmab turib ketdi. 20 ming qildi o'xshaydi. 20 ming qildi, ko'ringizlar. Cho'ng qo'shqorda. Jundi qo'shqor ekan. Bas qancha ekan? Bas qancha oldi? Mana yo'q-ku. 3 ming so'm bu. 3 ming so'm ko'ringizlar. 3 ming so'm shunday yeysiz. Bozor qancha qildi aka eshiklarda? Bozor qancha qildi? Bozor 4.000 ga Bermadingiz. Bozor 4.000 so'mdan qildi. Qancha bu sotildi-mi? Qanchaga? 2.5 mingga sotilibdir. Kichinaga. Hey, to'xta, men pulni tugaldab kelayin, mayli? 2.200 ekan, 300 olib kelayin hozir. Bas. Ushunlar qoldi sizda? Aka qancha qoldingiz? 7.400. 7.400 so'm ekan.
Kaç Üstad kaç. Ha. Jo, men aldı ketpeyim. Ha, çoğun kaç ekan? 25. 25. 25 ming so'm ekan ço'ng. Tak kichiklarchi? 10 ming dedi. 10 ming so'm. Bu parodniy o'xshaydi da. O'zlari parodniy. 10 ming so'm, 25 ming so'm. Qancha oldi bu? Qancha so'm oldi ekan? 4 ming so'm. Satılgan malların bağlanıyor sizlere ko'rsatdilar. Qancha aldingiz aka buni? 4700 so'm. Qancha oldi bu eskiler? Qancha oldinglar? Jo'qsinglarmi? Bular sotib olibdir.